uyga qaytdim ustoz. Endi bu yer seni uying emas. Men ham seni ustozing emasman. Endi sizni boshqa yerga toyingiz bor. Xo'sh, o'sha boqani yo qo'rqitib yubordimmi? Sening noshudliging tufayli 20 yil zindonda o'tirdim. Ustozga bo'ysunish noshudlik deyilmaydi. Ashtaho jangchisi men ekanligimni yaxshi bilarding. Buni yaxshi bilarding. Ayb yo'q degan, miyamni bo'lmag'ur narsalar bilan zaharlagan kim? Bekordan tongdan shomgacha mashq qildimmi? Kim meni taqdirimni butkul o'zgartirib yubordi?